Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 25-si. Bugun yosh bolalarda hasad, uning sababi va uning yechimi haqida dars boshlagan bo'lamiz. Avvalgi darslarimizda oxirgi ikkita darsimizda biz farzandlarda o'zini nuqsonli his qilishligi haqida suhbat qildik. Kompleks haqida suhbat qildik. Mana shu o'zini boshqalardan kam deb bilish, o'zini biror bir narsada boshqalardan kamsitilgan yoki bir aybdor deb bilishligi bu ota-onani shu farzandni qalbiga joylab qo'yadigan bir sifat. Ota-onalar aybdor bo'ladi, bolalarning ko'yini yarimta bo'lishligida, o'zini nuqsonli his qilishligida. Bugun inshaalloh yosh bolalardagi hasadning sabablari, yechimlarini inshaalloh ko'rib chiqqan bo'lamiz. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, kunlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirar edik. Rasululloh aytdilar, hozir sizlarning oldinglarga ahli jannat bo'lgan bir kishi kiradi dedi. Qarab turdik, ansorlardan bo'lgan bir kishi tahorat qilib, tahorat suvlari qo'llaridan, yuzlaridan oqqan holatda kirib keldi. O'tirdi. Ertasi kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana aytdilar, hozir sizlarning oldinglarga jannatiylardan bo'lgan bir kishi kelib o'tiradi dedi. Sahobalar qarab turishdi, kechagi odam kirdi. Qo'yingki, 3-kuni ham payg'ambarimiz shunday deganida, mana shu odam kirib keldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-Os, Amr ibn al-Osning o'g'li Abdulloh bu odamni nima ishi bor ekan uni jannatga qilgan deb bilmoqchi bo'lib, u kishining uyiga bordida salomlashib, kirib o'tirib, otam bilan jinak tortishib qoldik, kelisha olmay qoldik. Shu bir ikki kun sizning yuzda turib tursan. U kishi rozi bo'ldi. Bu kishi unaqa ata aytiladigan odam emas. Bu Abu Bakr emas, Umar emas yoki Xolid ibn Valid emas. Oddiy bir musulmon odam. 3 kun haligi kishining uyida Abdulloh ibn Amr ibn al-Os mehmon bo'ldi. Qarasa, hamma qatori bir xil ish. Namozga chiqadi, ayrim kechalari tahajjud o'qiydi, ayrim kechalari uxlaydi. Xullas, ortiqcha biron bir amalni ko'rmadi. Jannatiyligiga sabab bo'ladi degan. So'ngra 3-kun ketayotganida Abdulloh ibn Amr ibn al-Os, birodar, men otam bilan tortishmagan edim. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam falon deganida 3 kun siz kirib keldingiz paydarpay. Qanaqa ishi bor ekan, biz bilmaydigan, uyida qiladigan yoki kechasi qiladigan, o'sha amalini ko'ray, men ham shu narsaga bir amal qilay degan ma'noda siz yuzga keldim. Qarasam, oshiqcha ishingiz yo'q ekan. Hamma qatorida ekansiz. Deganida u kishi aytdi, siz ko'rganda oshiqcha amalim yo'q hech qanaqa dedi. So'ngra Abdulloh ibn Amr ibn al-Os chiqib ketayotganda aytdiki, birodar dedi, to'xtang dedi. G'ayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan va la ahsadu ahadan ala khayrin atahu Allohu iyyahu. Faqat dedi, biron bir musulmonga nisbatan qalbimda bir adovatim yo'q va Alloh unga bergan ne'matga hasad qilmayman dedi. Abdulloh ibn Amr ibn al-Os ehtimol shu amal bo'lsa kerak degancha chiqib ketdi. Demak, kishining qalbida hasadning yo'qligi, musulmon birodarlarga nisbatan qalbini sof bo'lishligi, g'illag'ashlikda bo'lmasligi shu kishining jannatiy bo'lishiga sabab amal qilib ko'rsatildi. Demak, bu katta narsa. Hasad. Ota o'zini farzandi hasad qilayotgani yoki qilmayotganiga e'tibor bermaydi. Ota-onasini mehri kichik ukasiga o'tib ketayotganligini ko'rgan paytda yosh bolaning qalbida bir tuyg'u paydo bo'ladi. Bu tuyg'u uni qalbini kemiradi. Bu tuyg'uning nomi hasad. Hasad nima? Hasad boshqalarda bor bo'lgan ne'matni yo'q bo'lishini xohlashlik. Alloh taolodan qalbi uzoq kishining qalbida hasad o'rin oladi.
Kim hasadgo'y bo'ladi? Allohdan uzoq bo'lgan kishi. Bir birodaringizda ne'matda borligini ko'rsangiz, u davlatmidi, mansabmidi, ilmmidi, farzandmidi, nima? Ana shu ne'matni borligini va uni ziyodalashib borayotganligini ko'rsangiz, hamda shu ne'matni unda yo'q bo'lmagan holida sizga ham kelishligini xohlashligingiz havas deyiladi. Ammo unda yo'q bo'lib turib sizga o'tib qolishini xohlashligingiz hasad deyiladi. Demak, hasad bir narsa, havas ikkinchi narsa. Hasadgo'y odam Alloh taoloning hukmiga qarshi chiqayotgan odam bo'ladi. Ya'ni Alloh bir bandaga falon narsani berishini xohladi, hukm qildi, berdi. Endi siz uni ko'rib turib, unda yo'q bo'lishini xohlayotgan paytingizda Allohning hukmiga qarshi chiqqan odam bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan. La hasada illa fisnatayn. Rajulun ataahu Allohu malan fa huwa yunfiquhu minhu ana al-layli va ana an-nahar. Faqat ikkita o'rinda hasad qilish mumkin. Bizning tilda endi havas desak to'g'ri bo'ladi. Faqat ikkita o'rinda ikki kishiga havas qilish mumkin. Bir kishiga hasad qilish mumkinki, havas qilish mumkinki, Alloh unga mol berdi. Mana shu kishi moli dunyosini Allohning yo'lida kecha kunduz sarf qiladi. Va rajulun ataahu Allohul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli va ana an-nahar. Yana bir kishiga havas, hasad qilsa bo'ladi. U kishi kim? Alloh unga Qur'on bergan, u kecha kunduz Qur'onni tilovat qiladi. Mana shu ikkala odamga hasad qilsa bo'ladi. Ya'ni nima qilsa bo'ladi? Havas qilsa bo'ladi. Hasad shunday bir kasalki, hasad qilayotgan odamning o'zigagina zarar bo'ladi. Qarang, bir inson ikkinchi insonga hasad qilayotgan paytda unga zulm qilyapti, lekin o'zi ham xuddi mazlumni singari turibdi. Qaytarib aytaman, zolim o'zi mazlum bo'lishi mumkinmi qilayotgan zulmi sababli? Mumkin. Odatda ursangiz, narigi zulm ko'ratasiz, zolimsiz, siz zarar ko'rmay, faqat uryapsiz uni. Molini tortib oldingiz, unga zulm qildingiz, unga zarar bo'ldi, sizga zarar olmadi. Ammo hasad bilan boshqaga zulm qilayotgan paytingizda ko'proq o'zingizga zarar qilasiz. Hasadgo'yni hasadi faqat o'zini qalbini kemiradi. Qaytaramiz, birodaringizda bor bo'lgan ne'matni ko'rib, unda yo'q bo'lmasdan turib, sizga ham u ne'matdan kelishligini xohlashligingiz havas, ammo undagi ne'matni yo'q bo'lib turib, unda sizga kelib qolishligini xohlashligingiz bu hasad. Inshaalloh yosh bolalarda hasadni paydo bo'lish sabablari va ularni yechimini ko'rib chiqamiz. Yosh bolalarda hasadni paydo bo'lish sabablari. Endi kattalar tushunarli endi. Sizda yo'q narsasi bormi? Hasadingiz kelaveradi. Menda ham bo'lsa edi, unda bo'lmasa edi. Endi yosh bola qanday hasad paydo bo'lib qoladi qalbida? Birinchidan, uyga kelgan oilaning yangi a'zosi, ukasi mana shu farzanddan ota-onaning e'tiborini tortib olishidan bo'lgan qo'rquv bolani qalbiga hasadni olib keladi. Birinchi bola edi, otani ham, onani ham butun diqqat e'tibori shu bolada edi. O'pib berkalatilayotgan shu bola, sovg'a olib kelilayotgan shu bola, boshga qo'yilayotgan shu bola. Ya'ni bitta shuniki edi. Endi ukali bo'ldi. Mehr bo'lindi. Balki kichigiga ko'proq bo'linib ketadi odatda. Mana shunday holatda ota-onalar qanday ish tutish kerak? Ulamolar aytishadiki, ikkinchi farzand keldimi? Birinchi farzandga bo'lgan e'tibor, mehr, inoyat 2 barobar ko'rsatilishi kerak. Avvalgidan ko'ra ko'proq mehr berish kerak birinchi bolaga, toki sezmasin mehr ukasiga o'tib ketganligini. Toki mana shu narsa uni qalbiga hasadni olib kelmasin. Odatda qana bo'ladi? Kichkina kelgandan keyin katta o'z-o'zidan katta bo'lib chekkaga surilib qoladi. Odatda ko'rgan mehrdan ajralib qoldida, ukasi olib qo'yganligini ko'rib turib, ukasiga nisbatan qalbida hasad paydo bo'ladi. Bolaning qalbida hasadni o'zlari sezmagan holda paydo qilib qo'ymaslik uchun otalar farzandlariga bir xil e'tibor qaratishlari kerak. Ulamolar aytishdi, kattasiga ko'proq mehr ko'rsatishlik kerak.
Odatda kichigi boshga qo'yiladi. Aytdi bu beqasd bo'ladi. Insonning tabiati shunaqa, kichkinasiga moyil bo'linaveradi. Lekin musulmon ota hushyor bo'lishligi kerak bo'ladi. Kattalariga yoki boshqalariga zulm qilib qo'ymasin. Bittasiga tabassum qildi, ikkinchisi ham tabassum qiladi. Bittasini quchoqlab bag'riga bosib peshonasini o'pdimi, ikkinchisini ham shunday qiladi. Albatta. Agar beparvo bo'linadigan bo'lsa, bolani ko'ngli cho'kadi. Hozir biz aytayotgan hasad qalbida paydo bo'ladi. Musulmon ota uni qo'lida risolat bor. Uni yelkasiga yuklatilgan vazifasi bor. Alloh taolo mana shu musulmon erkakni shu xonadonga o'zini xalifasi qilib tayinladi. Bu ota Allohning hukmlarini mana shu xonadonda tatbiq qilishlik kerak. Endi u talabni bajarish uchun, bu mas'uliyatni ado qilishlik uchun ota ko'p mehnat qilish kerak. Doim o'zini kontrol qilib turishlik kerak. Endi o'zi xohlagan muomalasini qilayotgan otaga mashaqqat emas, xohlaganini qiladi, ketaveradi. Bir bolasi gapirsa, diqqat qilib quloq solinadi, gaplarini muvo qilib erkalatiladi, gaplarini yaxshi ko'rib qaytarasiz, qara mana qa deyapti deb. Yana bittasi gapirsa jim tur. Bor, nariyoqqa bor deb turib, hasadni biz o'zimizni qo'limiz bilan joylab qo'yamiz farzandlarimizning qalbiga. Mo'min kishi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning axloqi bilan axloqlanishligi kerak. Astagfirullah. Fa va robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Agar ota bolalarini mana shunday ayriydigan bo'lsa, bu u tomondan juda katta xato. Bu gunoh bu. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Mana shu ishimizga ham javob beramiz Alloh oldida. Bolalarga bir xil muomala qilmaganligimiz uchun. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, qiyomat kunida o'shani ko'radi. Kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham qiyomat kunida ko'radi. Tushunarlimi? O'zichi akalar, ukalar, uyimizda ish yetarli bizga. Allohni rozi qilaman degan g'amimiz bo'lsa, Allohning kalimasini oliy qilamiz degan g'amimiz bo'lsa, uyimizda yetarli o'zi ish. Xotin bilan qilayotgan muomala, aka-uka bilan qilayotgan muomala, ota bilan qilayotgan muomala, farzandlar bilan qilayotgan muomalani isloh qilsak-chi, shu bilan ovora bo'lsak, boshqa narsaga vaqtimiz qolmaydi bizga. Uyimizda o'shuncha muammo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulq bilan birodarlar xulqlanishimiz kerak. U zot sallallohu alayhi vasallam odil zot bo'lganlar. Qarang, odilligini Rasulullohni. Rasululloh faqatgina farzandlariga bir xil muomala qilmayapti, butun ummatiga nisbatan bir xil muomala qilyapti. Innama ahlaka bani Isroila annahum kanu idza saraqa fihimush sharif tarakuhu. Rasululloh aytadilar, Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadis muttafaqun alayh. Albatta dedi Rasululloh, Banu Isroilni halok qilgan narsa shunday ediki, agar ularning orasida hurmatli, sharafli kishi o'g'irlik qilsa, qo'yib yuborishar edi. Va idza saraqa fihimuz-zaif aqamu alayhi al-hadd. Endi zaif, bechoraroq, sharafi unchalik baland bo'lmagan odam o'g'irlik qilsa, jazoni qo'llashar edi. Mana shu narsa Banu Isroilni halok qildi. Adolatsizlik bo'lganligi uchun. Va imallohi law anna Fatimata binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Allohga qasam deyapti Rasululloh. Agar Fatima binti Muhammad o'g'irlik qilsa, albatta qo'lini kesgan bo'lardim dedi. Ana adolat. Bu meni qizim, bunga bir boshqacha muomala qilinglar demayapti. Oilasini ham, a'zolarini, ummatini ham teng ko'ryapti. Bu hadisni vorid bo'lishiga sabab ana shu Banu Mahzum urug'idan bo'lgan bir hurmatli xonadonda ayoli o'g'illik qilib qo'ydi. Qo'lini kesmasligi uchun Zayd ibn Xorisani o'rtaga shafoatchi qilib kirgizdi odamlar. Shu qo'lini kesmaylik, qarindoshlari 100 ta tuyani infoq qilishar ekan deganida payg'ambarimiz aytgan edi. Demak, Rasululloh adolatli bo'lganlar, biz ham farzandlarimiz o'rtasida
adolatni qoyim qilishligimiz kerak bo'ladi. Kunlardan birida Fatima Zahro otasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan uy ishlarini qilib yordam beradigan bir xizmatkor talab qildi. Endi jangi jadallar bo'ladi, cho'rilar, asirlar tushadi. Uyiga xizmatkor so'radi. Kimdan? Muhammad alayhisalomdan. Kim? Fatima Zahro. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiziga: "Ey qizim, musulmonlarni, faqirlarni qo'yib turib, sizga bunday qilib bera olmayman" dedi. Hali musulmonlarda kambag'alchilik, yetishmovchilik bo'lib turgan paytda men sizga xizmatkor solib bera olmayman yuzga dedi. Bir fikr qilib ko'ring-da, birodar. Rasululloh hamma musulmonlarni bitta oiladagidek ko'ryapti. Bitta oila deb ko'ryapti. Modomiki kambag'allar bormi, xizmatchini so'ramayman dedi. O'zini oila a'zolarini boshqa musulmonlardan afzal deb bilmadi. Qani musulmonlarning ustida peshvo bo'lib turganlar ham shunday bir muomala qilganida xalqiga va o'zini farzandlariga. Adolatsizlik fosh bo'lgan joyda barokat bo'lmaydi. Adolat bo'lgan joyda barokat bo'ladi, rivojlanishlik bo'ladi. Demak, yosh bolani qalbida hasadni paydo bo'lishini birinchi sababi nima ekan? Birinchi sababi ota-onaning mehridan ajralib qolishdan bo'lgan qo'rquv. Ikkinchisi, ota-ona farzandini teng ko'rmasligi. Ota-ona farzandlarini birini ikkinchisidan ajratishligi ham bolani qalbida hasadni keltirib chiqaradi. Ukang sendan aqlli, ukang sendan chiroyli, ukang sendan ko'ra tartibli, akang sendan ko'ra balondaqa do'rishlik shu akasi yoki ukasiga nisbatan bolani qalbida hasadni uyg'otadi. Bunaqa taqqoslash sindiradi farzandni. Qalbini sindiradi. Bunday qilmaslik kerak. Bu bittasini uzun, bittasini qisqa, bittasini chiroyli, bittasini xunuk deb taqqoslaydigan bo'lsangiz, nima bu o'zi shunaqa bo'lyaptimi? Uni shunday qilgan Alloh, buni bunday qilgan ham Alloh. Ota-ona ayirmasligi kerak. Demak, ikkita sababni aytdik. Birinchi sabab ota-onaning mehridan ajralib qolaman degan qo'rquv hasadni keltirib chiqaradi va ota-onaning farzandlarini bir xil ko'rmasligi hasadni keltirib chiqaradi. Demak, farzandni ota-ona orasini ajratmaslik kerak. Chunki farzandlar Alloh taoloning siz bilan bizga bergan hadiyasi. Hadiya bu sovg'a. O'zi umuman farzandni siz yoningizda turishligi bilan faxrlanayotganligingizni farzand sezsin. Ya'ni bola maktabda eng zo'r o'quvchi. Borganingizda bolangizni deb siz maqtov eshitdingiz. Ko'nglingiz tog'dek bo'ladi va bola biladi buni. Men tufayli dadam deydi, tribunada o'tirdi deydi. Ota-onalar masi tribunaga o'tkazib qo'ydikda, ota-onasi u bilan faxrlanayotganligidan o'zini zo'r his qiladi. Endi kichik bola bo'ladi. Ota-ona borib turib gapi eshitadi. Uyga kelib turib, ota nima qiladi? O'zi ikki chiqgan sen. Tashab qo'yding, ikki olib ketdi. Nima endi uni ma'lumot qilasan? Loyida bu. Loyida, sen o'zing qish qilib qatirib qo'yding. Urushma bu bilan birodar. Bola siz u bilan faxrlanayotganingizni his qilsin. Yetalab yuring. Yetalab yuring ko'chada. Masjidga olib keling, ilm majlisiga olib boring, solih kishilarning suhbatida o'tirsin, o'rgansin, ta'lim olsin. Agar siz o'rgatmasangiz, hech kim o'rgatmaydi unga. Tushuntirib olyapmanmi, demoqchi bo'layotganimni? Siz bilan farzandingiz u bilan siz faxrlanayotganligini ko'rsin. Ini o'ziga nisbatan ishonch ortadi. Nariga bolangizni yetalab ketaverasiz. Bunisi qolib ketaveradi. Yur, futbolga olib boraman. Yur, falon joyga boraman. Chunki bu chiroyli iroda, bu esli iroda bu. Nariga orqada qolaveradi. Endi qanday hasad qilmasin akasiga yoki ukasiga? Kim aybdor ekan hasadga? Bir farzandki ota-onasi suyavermaydi uni. Otasini ko'nglini ovlashlik uchun chinida suv ko'tarib keladi. Jinday bir mehr talab, menga ham bir e'tibor qilsin, shu bilan desa, "Bor, suv ichmayman. Bor, senga biroz suv olib ketaman, ko'zimga ko'rinma."
Nariga bolasini po'palashaveradi. Kelding bolam, qoning qanaqa? Qanaqa bo'ldi? Yig'lagin keladi turib. Yig'lagin keladi turib. U go'dak bolada nima ayb? Aytyapmiz Allohning hadiyasi. Inson hozir aytadigan gapim ehtimol quloqingizlarga g'alati tuyular. O'zi shunaqa-yu deysizlar. Inson o'zini bolalarini yaxshi ko'rish kerak. Chunki ular Alloh taoloning nazdida qadri baland. Kim yaxshi ko'rmaydi o'zini bolasini, domla? Yo, hammamiz yaxshi ko'ramiz bolalarimizni. Lekin shariat aytgandaqa yaxshi ko'ryapmizmi? Bu savol. Bunga bir jiddiyroq o'ylanib javob berishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarda xutba qilayotganlarida qizil kiyimni kiyib, nabiralari Hasan va Husayn yugurib kelib payg'ambarimiz oldiga turishib oldi. Minbarning pastiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutbasini to'xtatib, pastga tushib, ikkala bolasini ko'tarib yoniga oldi. Ko'rganmisizlar biromatda xutba qilayotgan xatib xutbasini to'xtatib, farzandini qo'liga olganligini. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qildilar. Nima uchun? Farzand Allohning nazdida qadri baland ekanligini dars olishligimiz uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda sajdada turganlarida mana shu nabiralardan bittasi Rasululloh bo'yniga minib oldi. Masjidda Rasululloh qavmga imom bo'lib turgan paytda farz namozda sajdada tursa nabirasi kelib bo'yniga chiqib oldi. Tasavvur qilinglar shu manzarani. Rasululloh sajdadan boshini ko'tarmasdan turaverdilar. Shunda orqada turgan sahoba nima bo'ldi ekan deb kallasini ko'tarib menga qarar ekan. Namoz tugaganidan keyin ya Rasululloh, nima bir yangilik bo'ldimi namozga deganida, nabiram bo'ynimga minib oluvdi, o'zi to'yib holab tushib ketgunicha bezovta qilishni xohlamadim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farzandga qanaqa muomala qilish kerakligini, mana hatto ibodatida qanday muomala qilayotganligini ko'rib qo'ydilar. Yayravoradi bolalarimiz agar o'zgarsakchi bizni qilayotgan muomalalarimiz agar hozir sunnatga muvofiq 50% o'zgarib qolsa, yayravoradi bola. Yo domla unaqa qilsangchi, boshingizga chiqib oladi bolalar. Hozirgi bolaga nima turish kerak sal? Sen ko'proq bilasanmi? Rasulullohmi? Bola bo'lgan paytingni esla, birodar. Sen ham kimni yaxshi ko'rgansan? Qattiq qo'l bo'lgan amaki tog'animi? Yo yumshoq muomala qilgandimi? Mehr shafqat, muhabbat oilani saodatining siri. Qaysi xonadonda, qaysi oilada mehr shafqat, muhabbat bor bo'lar ekan, bu uy jannatning bir parchasiga aylanadi. Uy juda ham hashamatli emasdir. Ichidagi jihozlar ko'p ham zo'r emasdir. Ammo agar musulmon ota mana shu xonadonda, faqirona xonadonda mehr, muhabbatni, kechirimlilikni paydo qila oladigan bo'lsa, bu uy jannatning bir parchasiga aylanadi. Muhim emas uyda qanaqaligi, muhim emas jihozni qanaqaligi. Muhimi otani, onani xulqi, axloqi. Kishi o'zini qilgan tasarrufoti bilan, fe'li atvori bilan odamlarning unga yaqin bo'lishiga sabab bo'ladi, yoki uni qilgan fe'li, tasarrufoti odamlar undan uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, farzandlaringiz sizni oldingizga yopishib kelib, yaxshi ko'rib yopisha olmayaptimi? Sizni yaxshi emas otaligingizni belgisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu nabiralarni ko'yini uchun uyiga kelib to'rt oyoqlab yurib berardi. Ot bo'lib, tuya bo'lib yurib berardi. Bu nabiralari payg'ambarimizning o'ng tomonidan, chap tomonidan kelib osilib minib olishardi. Muhammad sollallohu alayhi vasallamni. Birodarlar, issiq jonimizga fikr qilib ko'raylik-da. Sayyidul xalq, Habibul haq, Xotamul anbiyo val mursalin Muhammad sollallohu alayhi vasallam to'rt oyoqlab nabiralar uchun yurib beryapti uyda. İşimiz ko'p, charchab kelganmiz, bandmiz deymiz. Rasulullohning tashvishimiz bormi bizda? Rasululloh uyga kirganda mukammal ota bo'lganlar. Bat maraqa, bat chiq, dam olib olaymi. O'chir, chiq bolalaringni.
Bu siz bilan bizdan sodir bo'ladigan narsa. Agar Rasulullohning xulq bilan xulqlansak, oilamiz jannatning bir parchasiga aylanadi. Agar shunday muhitni uyimizda paydo qila olsak, Robbimiz siz bilan bizdan rozi bo'ladi. Endi bu uyda shunday bir chiroyli muhitni bor bo'lishligi uyni hashamatli bo'lishi-yu, jihozlarning mukammal bo'lishiga bog'liq emas. Xulqqa bog'liq. Xulqqa bog'liq. Endi hozirgi kunda odamlarda ko'pchiligini g'ami uyda bir yangi bir remont qilib olsa, oshxona solsa, kafil qilib olsa, brushatka yotkizib olsa, shu faqat uyini shaklini, tashqi ko'rinishini ila ziynat ediyu, bu uyning ichidagi ruhiy muhitni, iymoniy muhitni bor yo'qligi bilan ishi bo'lmaydi. Yosh bolalarda hasad, uni paydo bo'lish sabablari va uni yechish yo'llari haqida suhbat qilyapmiz. Bir ikki dars bo'lsa kerak. Hasad. Imom Buxoriydan keltirilgan hadis Oysha roziyallohu anhodan. Jaa arabiyyun ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam faqal: "Atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum nahnu?" Faqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ava amliku laka an naza Allohu min qalbika ar-rahma?" Bir arobiy keldi sahroylardan, kelsa payg'ambarimiz nabirasini quchoqlab peshonasini o'pib olib o'tiribdi. Sizlar bolalaringlarni o'pasizlarmi dedi. Ha, biz bolalarimizni qachon o'pmaymiz? Payg'ambarimiz aytdilar: "Alloh seni qalbingdan rahmatni olib qo'ygan bo'lsa, men senga nima qilib bera olaman?" dedi. Savol. Oxirgi marta qachon bolalaringizni hammasini o'tkazib peshonasini o'pdingiz? Yo birinchi marta? O'ylab ko'ring-da. O'g'ildir, qizdir, ke bolam deb qo'lidan peshonasini o'pib bag'ringizga bosgan paytingizda endi hammasini qator qo'yib turib. Tinchlikmi? Bugun borib shunaqa qilsiz, tinchlikmi dada deydi. Nima bo'ldi deydi. Chunki bola Demak, qalbimizda farzandlarimizga bo'lgan shafqat, mehr, muhabbat Alloh taoloning bizga bergan rahmati ekan. Faqatgina Allohning rahmatiga musharraf bo'lgan otagina, onagina farzandlarini bag'riga bosib, ularga mehr ko'rsatib peshonasidan o'pib oladi. Eslangda qachon shu ishni qilgansiz? Ke o'g'lim peshonasidan bitta o'pib qo'y desangiz, kattaroq bo'lib qo'ygan. Adada nima qilasiz qo'ying deydi. Chunki bu ish antiqada agar doim bo'lib kelgan bo'lsa, hech narsa emas edi. Mana hozir farzandlardan so'raylik-da. Qachon oxirgi marta otangizdir, onangizdir shunday bo'lib keling, boshingizni qolab qo'ying deb boshini qolab qo'ygansiz. Keling deb turib oyog'ini qolab qo'ygansiz. Farzand sifatida bir o'ylab ko'ringlar-da. Sizdan nima ketadi? Nimaga shunaqa qila olmaysiz, bilasizmi? Sizni o'zingizda ham o'sha mehr ko'rishlik degan narsada muammo bo'lgan, shuning uchun shart oqizib berib ola olmaysiz mehrni. Otangizdan hech narsa so'ramasdan shunday kelib oyog'ini qolab qo'ygansiz. Bo'lmagan. Agar bugun bir oyog'ini qolab qolsangiz, otangiz aytadi, "Bu narsa kerak shekilli bunga" dedi. Qarang, ikki tomonlamada ota-ona mehr ko'rsatsa, boladan ham qaytadi. Shuning uchun birodarlar, daraxtning mevasi shu daraxtning tagiga tushadi. Bola sizga nisbatan mehri zo'r emasmi? Shafqatli, mehribon emasmi? Parvona bo'lmaydimi ustingizda? Farzand sifatida. Bu sizni qilgan xizmatingiz mukofoti. Bemehrroq bo'lgan buni bolalari deb qo'yadi ota-onasiga. Nimaga shunaqa bo'lgan? Chunki ota-onangiz mehr bermagan. Sizdan mehr ko'rishlik haqqi edi. Haqqini berganingizda sizga ham haqqingizni berar edi. Nimaga odamlar bolalarda qilmassan? Chunki bu seni bolang. Al-Abun Najih arab tilida ota sifatida muvaffaqiyatga erishgan kishi, ya'ni muvaffaqiyatli ota, bu shunday otaki, uyiga kirganda uni kirishligini oila a'zolari bayram qilib yuboradi. Dadam keldi deb yugurib boradi. Uyiga kelishligi bayram bo'lib ketadi. Hamma xursand bo'lib ketadi. Uyda bir chiroq yonib ketadi. Ota sifatida fashalga uchragan kishi bu shunaqa kishiki, ko'chadan kirganda
hamma tirqirab haqaga qochib ketadi. Xona-xonasiga kirib ketadi. Chunki kiradi, baqiradi, so'kadi, tanqid qiladi, ma'lumot qiladi, bezdirib qo'ygan. Ammo buni aksi bo'lib uyingga kirishing oila a'zolaring uchun musibat bo'lsa, uyga kelishing bilan hamma o'zini xonasiga ursa, uyga keliblar hammani so'roqqa tutsang, baqirib chaqirsang, uydan chiqib ketganingda deb turib uydagilarga bayram bo'lsa, demak sen ota sifatida fashalga uchrading. Muvaffaqiyatsizlikka uchrading. Demak, seni birodar yaxshi ota ekanligini belgisi nima ekan? Farzandlaringga bergan mehringda ko'rinadi. Darsimiz nihoyasiga yetib qoldi. Bir hadisni o'qib tugatamiz inshaalloh. Bu hadis Imom Buxoriyda keltirilgan, Anas ibn Malik roziyallohu anhudan. Ja'at imrotun ila Aisha roziyallohu anha fa'atatha thalatha tamarati. Bir ayol Oysha onamiz oldiga keldi. Oysha onamiz bu ayolga 3 dona xurmo berdi. Hadiya qilib. Bu ayolning yonida ikkita bolasi bor edi. Ikkala bolasiga bir donadan xurmoni berdi, bittani o'ziga olib qoldi. Haligi ikkala farzandi xurmoni shuni yeb olishdi-da, qorni to'ymadi, och, onasiga qarashdi. O'ziga olib qo'ygan xurmoni o'rtasidan shunday bo'ldi-da, ikkalasiga yedirdi. Oysha onamiz bundan hayron bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga uzoq kirganida xabarini berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Oma yujibuki min zalik." Ha, buni nimasiga hayron bo'lasiz? Alloh taolo mana shu ikkala bolasiga bo'lgan qalbidagi rahmati tufayli bu ayolni rahmat qildi. Qalbida farzandiga nisbatan rahm shafqat borligi uchun Alloh bu ayolning gunohini kechirdi. Nima sababli? Farzandiga mehribonligi sababli. Demak, ota-onani o'zini farzandiga shafqatli bo'lishi, rahmatli bo'lishi, mehr ko'rsatishligi ulkan amallardan. Ha, otaning ehtimol davlati ko'p pastur. Boy badavlat emasdir. Boshqalarga o'xshab sarf-xarajatni zo'r qilib bolalarini erkalata olmagandir. Ammo ularga mehr berishi mumkinmi shu kambag'al ota ham? Mehr ko'rsatishdan, ularga bir muhabbat ko'rsatishlikdan nima to'sadi? Qachon farzand ota-onaga yaxshilik qaytaradi? Qachon farzand ota-onalarga yaxshilik qiladi? Qachon ota-onasini birrida, xayriyatida turadi? Qachon solih farzand bo'ladi? Qachonki otalar o'zlari shu narsani ularga o'rgatishsa, bolalarni teng ko'rishsa, mehr ko'rsatsa, o'zi solih ota-ona bo'lsa. Chunki daraxtning mevasi shu daraxtning ostiga tushadi. Rahimallohu validan aana ibnahu ala birrihi. Farzandi unga yaxshilik qilishiga yordam bergan otani Alloh rahmat qilsin dedi. Inshaalloh hasad haqidagi darsni keyingi jumada davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.